Bugun biz hayotimizning eng muhim manbai suv haqida gaplashamiz. Suv faqat resurs emas, bu hayot, iqtisod, kelajak. Ammo savol tug'iladi. Biz qanchalik suvni qadrlayapmiz yoki bo'lmasam uni yo'qotgandan keyin qadrini anglaymizmi? Biz bugun mana shu ikki savol atrofida gaplashamiz, mas'ullardan batafsil javob olamiz. Bugun dunyoda eng katta muammolardan biri bu suv tanqisligi. Mutaxassislar fikricha 21-asrda neft emas, aynan suv resurslari uchun raqobat kuchayadi. Chunki aholi soni ortib bormoqda, iqlim o'zgaryapti, suv manbalari esa cheklangan. O'zbekistonda ham bu masala dolzarb. Mamlakatimizda suv resurslarining asosiy qismi transchegaraviy daryolarga bog'liq. Ya'ni suv manbalari bevosita o'zimizga bog'liq emas. Respublikamizda iste'mol qilinadigan suv resurslarining asosiy 80% qo'shni davlatlardan kelganligi sababli suv resurslariga bo'lgan ahamiyat kundan kunga kuchayib bormoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ikkita vazirlik sifatida qaytadan tashkil etilgandan keyin suv xo'jaligi vazirligi sohasida juda ham ko'plab islohotlar amalga oshirib borilmoqda. Shu bilan birga iqtisodiyotimizda qishloq xo'jaligi katta o'rin tutadi, sug'orma dehqonchilik esa katta miqdorda suv talab qiladi. Ammo muammoning eng og'ir jihati bu faqat suv yetishmasligi emas, balki mavjud suvdan samarasiz foydalanishdir. 2018-yildan 2026-yilgacha jami 2.600.000 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiya joriy qilindi. Natijada respublikamizda yildan yilga kuchayib borayotgan suv tanqisligini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar samarasini bermoqda. Bu ishlarning amalga oshirilishi natijasida yiliga suvni tejash dasturlarida ko'rsatilgan raqamlar ko'tarilishiga, yildan yilga suv resurslarini iqtisod qilish kuchayib bormoqda. O'tgan yilning o'zida suv resurslarini tejash dasturi amalga oshirilishi natijasida suvni tejaydigan texnologiyani joriy qilish, kanallarni betonlashtirish, ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish, raqamli texnologiyani joriy qilish va boshqa qo'shimcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish natijasida 10 milliard metr kub suv iqtisod qilingan bo'lsa, joriy yilda ushbu ko'rsatkichni 1 milliard metr kubga yetkazish vazirlik oldiga reja qilib olgan. O'zbekiston Respublikasining sug'oriladigan maydonlarining 4.300.000 gektar maydon deb hisoblanadigan bo'ladigan bo'lsa, shundan 2026-yilgacha shu kunga qadar suv tejash texnologiyalari joriy qilingan maydon 2.600.000 gektarni tashkil etmoqda. Bugungi kunda suv tejash texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan bir qator ko'rsatmalar, topshiriqlar berib borilmoqda. Joriy yil 5-fevral kuni 47 sonli qarorlarni misol keltirsak bo'ladi. Bu qarorda 2026-yil, 2028-yillarda suv tejash texnologiyalari joriy qilingan maydonni 3,5 million gektar yetkazish topshiriqlari berilgan. Bunda 220.000 gektarda tomchilatib sug'orish, 110.000 gektarda yomg'irlatib sug'orish va 600.000 gektarda yerlarni lazer tekislash orqali suv tejash texnologiyasini joriy qilish topshirig'i berilgan. Ko'p yillar davomida kanal va ariqlardan katta hajmda suv yo'qotilgan, yerga singib ketgan, bug'lanib ketgan yoki manzilga yetib bormagan suvlar bu yo'qotilgan imkoniyat demakdir. Shu sababli bugun suv masalasi faqat ekologik emas, balki strategik, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega masalaga aylandi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasi esa aniq raqamlarda namoyon bo'lmoqda. Faqat 2024-2025 yillar davomida 1,3 milliard kub metr suv iqtisod qilindi. 858.000 gektar yerning suv ta'minoti yaxshilandi. 51.000 gektar yer qayta foydalanishga kiritildi. 319.000 gektar yerning meliorativ holati yaxshilandi. 86.2 gektar sho'rlangan yerlar qisqardi. Bu raqamlar shunchaki statistika emas. Bu qishloq xo'jaligida hosildorlik oshgani, bu fermerlar daromadi ko'paygani, bu oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanganini anglatadi. 2023-yil 18-aprelda muhtaram yurtboshimiz tomonidan suv sohasini isloh qilish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi topshiriqlariga asosan suvchilar maktabi tashkil etildi. 2023-yilning o'zida 155 ta qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan tumanlarda 61.528 nafar fermer va suvchilarimiz ushbu o'quv kursida tahsil olishdi. 2024-yilda
butun viloyatlarda 13 ta hududda suvchilar maktabi tashkil etilib, nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni amaliy bilimlar bilan ham boyitish uchun tajriba maydonlari tashkil etildi. Suvchilar maktabi zamonaviy suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish, fermer va suvchilarimizga yordamchi bo'lish sifatida tomchilatib, diskret, yomg'irlatib sug'orishni takomillashtirish va bu haqidagi ilmlarga ega bo'lish uchun haqiqiy bir maktab sifatida shakllandi. Suv bor joyda hayot bor. Ammo so'nggi statistikaga ko'ra O'zbekistonda suvga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda. Ayni paytda suv resurslari cheklangan, ayniqsa sug'orish tizimida katta yo'qotishlar mavjud. Ammo suv tejamkorligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muammoga yechim borligini ham ko'rsatmoqda. Eng muhimi, bu ishlar natijasida suv yetib borish vaqti 2-3 barobarga qisqardi. Ya'ni suv nafaqat tejaldi, balki samarali taqsimlandi. 389 kilometr kanal rekonstruksiya qilinadi va betonlanadi. Yiliga 206 million kub metr suv tejaladi. 26 million kilovatt soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. 159 ming gektar yerning suv ta'minoti yaxshilanadi. Bu 1 yillik natija. Yana bir muhim jihat, bu ishlarga katta mablag' yo'naltirilyapti. Kanallarni betonlash uchun 480 milliard so'm, suv tanqisligini oldini olish choralari uchun 120 milliard so'm. Bu investitsiyalar kelajakka qilingan sarmoyadir. Chunki har bir tejalgan tomchi suv bu qo'shimcha hosil, qo'shimcha iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik demakdir. Aynan bugungi kunda suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish, xususan masalan tomchilatib sug'orish misolida oladigan bo'lsak, birgina tomchilatib sug'orishni o'zida 30-40% suvdan tejashimiz, shu bilan birgalikda elektr energiyasi, ishchi kuchi hamda o'g'itdan tejashga muvaffaq bo'lamiz, hamda hosildorlikka ham bevosita ta'sir qiladi. Ko'plab fermerlarimiz aynan suv tejamkor texnologiyalar orqali 50% gacha hosildorlikni yuqori bo'lishiga erishishgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi fermerlargina emas, balki aholi o'rtasida ham keng targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Buni yaqqol misoli 2026-yil 16-fevraldagi 22-sonli farmonning 62-maqsadida aholi o'rtasida suv tejovchi texnologiyani joriy qilish, tomorqa ekinlarida, yana shunda aholini suvga bo'lgan madaniyatni shakllantirish topshiriqlari berilgan. Bu borada O'zbekiston Respublikasining aholilari, tomorqa yer egalari hamda mahalla, davlat notijorat tashkilotlari birgalikda suv tejovchi texnologiyalarni targ'ib qilish olib borilmoqda. O'tgan qisqa muddat davomida qabul qilingan muhim qarorlar sohada yangi bosqichni boshlab berdi. Maqsad suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv yo'qotishlarini kamaytirish va suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatishdan iborat. Nafaqat qishloq xo'jaligida, balki aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ham har qachongidan dolzarb va muhim islohotlar bosqichida. Bugungi kecha kunduzda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 82.8% ni tashkil etadi. Vaholanki ushbu ko'rsatkich bundan 9-10 yil muqaddam 50-60% atrofida edi. U ham o'sha raqamlarda, qog'ozlarda. Hech kim xonadonma-xonadon o'rganmagan, mahallama-mahalla kezib chiqmagan edi va aholini dardini tinglamagan. Bilasiz, suv ta'minoti tizimini doimiy isloh qilib bormaslik bu o'sha sohani tanazzulga uchrashiga olib keladi. Vaholanki bu tizimda ham shunaqa bo'lib kelgan. Davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli bugungi kunda suv ta'minot alohida institut sifatida shakllandi. 2020-yil davlat rahbarining tegishli farmonlari asosida suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. Endi bu yo'nalishga ajratiladigan mablag'larning hisobdorligi bor, ushbu yo'nalishda qilinayotgan ishlarning hisoboti bor endi xalq oldida, hukumat oldida. Bilasizmi, bundan oldin, masalan, bir 10 yil oldin ushbu tizimga xalqaro moliya institutlari bir tiyin ajratmagan.
qo'rqqan, xavotirga tushgan. Beradigan mablag'larimizni ertaga qaytarib foizi bilan ola olamizmi, yo'qmi va biz berayotgan, ajratayotgan mablag'lar suv ta'minoti sohasiga yo'naltiriladimi, yo'qmi deb katta gumon va shubha ostida qarashgan. Bilasiz, davlat rahbari o'sha katta-kichik minbarlar bo'lmasin, barchasida ekologik vaziyatni, aynan suv bilan bog'liq, suv zaxiralari bilan bog'liq masalani ko'tarib, keskin kun tartibiga qo'yib kelayotgan edilar. Va yillar davomida olib borilgan bu yo'nalishdagi islohotlar o'sha xalqaro moliya institutlari, xalqaro o'sha tashkilotlarni ishonchini qozonishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunda 10 dan ortiq davlatlarning 20 ga yaqin xalqaro moliya institutlari bizani, O'zbekistonni suv siyosatiga ishonib pul ajratyapti va navbatga turishibdi. Bu juda katta siyosiy iroda. Bugun dunyoda eng katta strategik resurslardan biri bu ichimlik suvidir. Aholi soni ortib borayotgan, iqlim o'zgarishi kuchayib borayotgan hozirgi davrda toza va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlash har bir davlat oldida turgan ustuvor vazifalardan biriga aylandi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Chunki ichimlik suvi bu faqat infratuzilma masalasi emas. Bu aholi salomatligi, turmush sifati va ijtimoiy barqarorlik masalasidir. Iste'mol va to'lov madaniyati haqida gap borar ekan, biz yillar davomida suv tekin, oldindan oqqan suvni qadri yo'q kabi tushunchalarni ong ostimizga singdirib kelganmiz. Vaholanki bunday emas. Aslida oldimizdan oqqan suvni qadri bor va qiymati bor. Bizda qiymati pastligi uchun qadrsizlanib kelingan. Hamma narsa, hamma ne'mat bizda shunaqa aslida. Ming afsuski, o'sha qiymati past narsani qadri ham pasayib boradi. Agar o'rta hisobda hisoblaydigan bo'lsak, 1000 litr suv uchun o'zbekistonliklar 3333 so'm to'laydi. O'rta hisobda. Bu degan masalan Toshkentda 1000 litr suv 1400 so'm, Namanganda boshqacha, Jizzaxda boshqacha, Qoraqalpog'istonda boshqacha tarifda. Pul to'lov jarayonlariga kelganda tushunmovchiliklarga duch kelyapmiz. Afsuski, bunaqa bo'lish kerak emas. Suv va suvchini jamiyatda qadr bo'lishi kerak. O'zida 20% suv shakllanadigan jamiyat yoki davlat uchun bu kun tartibidagi birinchi masala bo'lishi kerak. O'sha suv va suvchini qadri. Shunday ekan biz suvga nisbatan qarashlarimizni bugundan boshlashimiz kerak va kardinal o'zgartirishimiz kerak. Transport vositalarini yuvishni, gilamlarni yuvishni va xudo-behudagi asfaltlarga yoki ko'kalamzorlashtirilgan joylarga suv sepishni to'xtatishimiz kerak. 2017-yilda Toshkent viloyati suv ta'minoti tizimida aholini suv bilan ta'minlanganlik darajasi 57% ni tashkil qilgan bo'lsa, ayni kunda bu ko'rsatkich 82% ga yetmoqda. Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro moliya instituti bilan qilingan ishlar, byudjet mablag'lari hisobidan qilingan ishlar hisobidan 2700 kilometrdan ortiq tarmoqlar tortildi. 2017-yilda Toshkent viloyat suv ta'minotini atiga 4 tagina texnikasi bor deb oladigan bo'lsak, biz 2025-yilning o'zida 35 ta katta texnikalarni oldik. Yoki murojaatlar bilan ishlash tizimini o'zini oladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida 27 mingdan ortiq murojaatlar tezkor qabul qilib, joyida bartaraf etildi. Olingan texnikalar hisobiga joylardagi avariyalar o'sha kechiktirilmagan holatda tezkorlik bilan bartaraf etyapti. Bu bo'yicha hurmatli prezidentimiz ham iyun oyida bo'lgan o'sha video selektorda aytib o'tdilar. Joylardagi avariyalar tezkorlik bilan bartaraf etilmagani hisobiga 3 kunlab, 4 kunlab qolib ketyapti. Suv isrof bo'layapti degan narsani ilgari surdilar va biz shuni bartaraf etish yuzasidan 35 ta katta texnikalar oldik. Murojaatlar bilan ishlash bo'limi yanada takomillashtirildi. Hozir Toshkent viloyatining 22 ta shahar tumanida 24 soatlik dispetcherlik xizmatlarining raqamlari tinimsiz ishlab turibdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. Yangi suv tarmoqlari qurildi, eski quvurlar almashtirildi, zamonaviy nasos stansiyalari va suv tozalash inshootlari ishga tushirildi. Eng muhimi, ichimlik suvini tozalash va nazorat qilish jarayonlari tubdan yangilandi. Bugun suv sifati laboratoriyalarda doimiy ravishda tekshiriladi. Kimyoviy va biologik ko'rsatkichlar qat'iy nazorat ostiga olingan. Bu esa aholiga yetkazib berilayotgan suvning xavfsizligi va sifatini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Qodiriy suv tozalash inshooti 2019-yil rekonstruksiyaga tushgan. 2021-yil oralig'ida to'liq rekonstruksiyadan chiqib, Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari evaziga to'liq bitkazib ishga tushirilgan. Hozirgi kunda
Toshkent viloyati bo'yicha eng katta suv inshoti hisoblanadi. 119 ta mahalla, 340 ming aholiga suv yetkazib beramiz. Suvni o'z suv orqali olamiz. 13 mingdan 26 ming kub suvimiz astoynikka tushib, u yerdan tindirib filtrga jo'natamiz. Filtr orqali yopiq suv havzamizga o'tkazamiz. U yerda tindirib, yopiq suv havzamizga o'tkazganimizdan keyin u yerda laboratoriyani biz xodimlarini ruxsati bilan aholiga suv, toza suv, ichimlik suvi yetkazib beramiz. Xalqimizga sifatli suv yetkazib berish maqsadida laboratoriya xodimlarimiz 24 soat mobaynida ishlashadi. Agarda bizning suvimiz tarkibida biror xil o'zgarish sezsak, sanitariya epidemiologiya xodimlari bilan birgalikda suvni sifatini yaxshilash borasida ishlar olib boriladi. 8 xil turdagi laboratoriya tahlillaridan o'tib, yelkamizda juda katta mas'uliyatni his qilgan holda xalqqa biz sifatli suv yetkazib beramiz. ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini yoki suv siyosati bilan bog'liq masalalarni yoki o'sha tahlillarni siz aytganingizdek natijalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni formulalarga yoki qaysidir jadvallarga solish shart emas. Uni o'sha birinchi marta suv ichayotgan aholini kayfiyatiga qarab bilsangiz bo'ladi-da. Masalan, ijtimoiy hayot uchun eng muhim masala bu suv. Yana bir jihat, ichimlik suv faqat hozir ichish uchun emas-da, sanitar nuqtai nazardan, o'sha xonadonning obodligi nuqtai nazardan juda muhim aspekt hisoblanadi aslida. Aholi soni keskin ortib borayotgan yoki ishlab chiqarish korxonalari kun sayin soni va sifati ortib borayotgan jamiyatda ta'minot darajasini o'sib borayotganligi paradoks sifatida. Masalan, shuncha muammoimiz bo'la turib, yana suv ta'minoti sohasida raqamlarning o'zgarib, yaxshi tomonga o'zgarib borayotganligini o'zi bu katta natija. Shu bilan birga ichimlik suvi ta'minotida raqamlashtirish jarayonlari ham jadal joriy etilmoqda. Aqlli hisoblagichlar, onlayn monitoring tizimlari orqali suv sarfi va yo'qotishlar aniq hisobga olinmoqda. Bu esa o'z navbatida suvdan samarali foydalanish va ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish imkonini bermoqda. Davlat tomonidan bu sohaga katta investitsiyalar yo'naltirilayotgani ham ahamiyatli. Yangi loyihalar, xalqaro hamkorlik, zamonaviy texnologiyalar, bularning barchasi bitta maqsadga xizmat qiladi: aholini toza, xavfsiz va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash. Ammo bu jarayonda faqat davlatning sa'y-harakatlari yetarli emas. Suv cheklangan resurs. Uni tejash va asrash har bir fuqaroning burchi. Bu kelajak imkoniyatlarining kamayishidir. Birgina qiziq misol keltiraman. Masalan, Toshkent shahrining shunday biqinidagi Toshkent tumanini oladigan bo'lsak, Toshkent shahri bilan chegaradosh bo'lsa-da, bir haftada bir kun, u ham bo'lsa 2 soat suv beriladigan hududlarimiz bor edi. O'sha 2 soatda ham xalq iltijo qilib turardi, ish qilib svet o'chib qolmasin deb. Siz hozir ham boring, o'sha tumanlardagi har bitta xonadonda 4 tonnalik, 5 tonnalik ichimlik suvi yomkislariga duch kelasiz. Ya'ni o'sha suv kelgan paytda to'ldirib qo'yilgan. Hozir endi xalq aytadi, bu yomkislarni nima qilsak bo'ladi? Suvimiz 24 soat kelib turibdi. Shunaqa kunlar ham kelar ekanda deb. Oxirgi yillarda qilingan ishlar amalda ko'rinyapti. 2700 kilometr tarmoq tortish evaziga 580 ta mahallada ichimlik suv ta'minotini yaxshilash yoki 52 ta mahallada 180 ming kishini ilk marta ichimlik suv bilan ta'minlash, bu faqat aytishgagina oson raqamlar xolos. Buni ortida o'sha katta mehnat, katta mashaqqat va albatta hurmatli prezidentimizni e'tibori turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana hozir ko'rib turibmiz, butun dunyoda global isish suv taqchilligi muammosi kuzatilyapti. Yer osti suvlarining sifati qochib ketyapti. Aholi soni kundan kun ortib boryapti. Lekin mana shunday holatda O'zbekistonda jumladan Toshkent viloyatida suv bilan ta'minlanganlik darajasi 2017-yil hisobiga 57% dan 82% ga yetgani, bu albatta faqat hurmatli prezidentimizni siyosiy irodasi va sohaga bo'lgan bevosita e'tibori desak mubolag'a bo'lmaydi.
masalan 20-yilda bu ko'rsatkich 67-70% atrofida edi. Bugun 82,8%, qariyb 83% aholi. To'g'ri, masalan, soha oldida qilinadigan ishlar ko'p hali, suvni sifati bo'yicha, o'sha eskirgan quvurlarni yangilash bo'yicha, qolgan o'sha 12-13% aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha qilinadigan ishlarimiz ko'p va bu O'zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasida yana bir bor eslatib o'tilgan davlat rahbari tomonidan aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 90% ga olib chiqamiz deganlar prezidentimiz va buni qanaqa qilib qilish mexanizmini ham aytib o'tganlar. Bu borada ishlar jadal suratlarda olib borilyapti. O'sha mahalliy byudjetdan, davlat byudjetidan, xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Har bitta hududimizda bor bunaqa mega loyihalarimiz va o'sha ayrim hududlarimizda hatto Markaziy Osiyoda analogi yo'q proyektlarimiz ham bor. U o'sha Damxo'ja suv inshooti deymiz. U Zarafshon daryosining tagida quvur yotqizilgan va quvurlar teshib o'tilgan galereya tipida deyiladi, bu galereya tipida suv olish va o'sha jarayonlarda filtr bosqichidan o'tib Samarqandning bir qismini Navoiy va Buxoro viloyatlarini suv bilan ta'minlash loyihasi. Bundan tashqari xuddi shu loyihani Hisorak suv omborida Qashqadaryo viloyati aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi ketyapti. Xuddi shunaqa galereya tipida. Davlat rahbarining o'zlari tashabbus ko'rsatib, To'palang suv inshootidan Surxondaryo viloyati aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi. Bu bilasizmi, yillar davomida To'palangdan biz faqat yerlarni sug'orish, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya sohasida foydalanib kelganmiz va davlat rahbari aynan o'sha suv zaxirasi yo'q hududlarimizdan biri hisoblangan Surxondaryo aholisini sanitar gigiyenik holatini yaxshilashga urg'u berdilar va o'zi shundoq ham suv omborining suvi chuchuk, juda shirin, zilol suv va o'shani elektr ta'minotisiz Termiz shahrigacha, ya'ni o'sha 240 kilometr masofaga o'zini yo'nalishida suvni olib kelib, To'palang suv inshooti tepaligida, Termiz shahri pastda joylashgan va shuni alohida ta'kidlab o'tdilar. Termiz shahrigacha quvur kelguniga qadar mana bu yo'ldagi aholi vakillari suvsiz qolmasin. Har bir bosqichda o'sha hudud aholisini suv bilan ta'minlab kelinglar dedilar va 2025-yil noyabr-dekabr oylarida Termiz shahriga qadar suv yetib keldi. Xulosa qilib aytganda, ichimlik suvi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bu faqat bugungi kun uchun emas. Bu sog'lom jamiyat, barqaror iqtisodiyot va ishonchli kelajak uchun qo'yilayotgan mustahkam poydevordir. Suv bu faqat davlat muammosi emas, bu barchamizning mas'uliyatimiz. Nafaqat ichimlik suvi, balki qishloq xo'jaligida ham suvni to'g'ri taqsimlash va iqtisod qilish allaqachon zaruratga aylanib bo'ldi. Barchamizga yana bir bora mas'uliyatimizni eslatgan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha.